Bugungi 2 noyabr sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog', hayotingiz esa hamisha go'zal va baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Yuzingizni bezab turgan kulgu tabassum sizni aslo tark etmasin. Mehr, muhabbat, omad, sadoqat sizning doimiy hamrohingiz bo'lsin. Xonadoningizni fayzu barokat, nur, sevinch aslo tark etmasin. Azizlar, sizning ham mana shunday unutilmas kunda tavallud topgan yaqinlaringiz bo'lsa, biz ularni o'zgacha tarzda tabriklab beramiz. Yurakdan yurakgacha yetib boruvchi teleradio loyiha bu Tabriklar TV loyihasi. Birgina jonli qo'ng'iroq ularning qalbida butun umrlik xotiraga aylanadi. Murojaat uchun 50 444 33 raqamiga qo'ng'iroq qiling va o'z o'rningizni band qiling azizlar.